Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Bekzod Rahimbayev YouTube kanalining ko'ruvchilari, xudo xolasa sizlar uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumanida sotiladigan joy o'rin desadan bo'ladi. Ko'rib turgan mana zaborlari bor. Mana bu yog'ini vremenka hisob solingan. Ko'cha beti ariq betida bo'ladi. Gazi, sveti, to'g'i barisi üstünden o'tgan. Bu yerda pan stansiyalari bor, gaz turbaları shu üstünden o'tib turibdi. Ko'rib turgan yeringiz xudo xolasa sotuvga chiqyapti. Bu yerda vremenkasi 7 metrga 3 metrlik vremenka. Xolasangiz mehmonxona etsangiz bo'ladi. Xolasangiz o'zingizga qarab uzatib chiqarsangiz bo'ladi. Vremenka mana kirgan yer holi, mana endi karbishlari bor. Teri va sanslar bo'ladi, karbishlari shu o'rniga kelib turibdi. Arayog'i tek 6 metrga 3 metrlik bir xona bo'ladi. Bir mehmonxona qilsangiz ham bo'ladi. Mana bu yog'inda 3 ga 4 bir xonamiz bor. Kohna etsansizlar ham bo'ladi. Ishqilib ag'an odamning o'zi biladi deydi-ku. Xudo xolasa shu yerimiz sotuvda. Bu yerning manziline keladigan bo'lsak, Alayski bo'ladi. Bu yog'imiz Toza bozor. Toza bozor Emso ko'pirdan kelaverishda ana shu yerda joy o'rnimiz. Главный ko'chasini hozir ko'rsatib o'taman. Mana panstansalar ham shu yerda joylashgan. To'g'ongiz kuchli toq keladi sizga. Agar sotib olaman desangiz. Tak, mana buni ko'rib turganingizdek Главный ko'chasi bo'ladi. Shu yerdan to'g'ri chiqsangiz 6-bog'cha bor. 6-bog'chadan chapga kirsangiz oxirida uгловой joy. Mana turbalari shu yerda. Mana girpisi ham shu yerda ekan mana. Mana shu yerda girpisi. Eldi betini qaratib, joyingiz solsangiz bo'ladi. Yana bu yerda bo'lib bersadan bo'ladigan ekan. Egalari bilan gaplashasizlar, bo'lib bersangizlar ham bo'ladi ekan. Pansansa ham shu yerda to'g'onsa aytganday kuchli keladi to'q. Agar bu videoni joy qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yamiz. Baholarni, egasining nomerlarini qoldiraman. Xudo xolasa gaplashib, osonroq bo'ladi. Lokatsiyasi zo'r lokatsiya.